Mana mini fermamiz. Arashan qo'shqor, liniya pinasini bilmayman. Bu yoqda oddiy o'smalarni joylari. Bu yoqda o'zi mana shu soluvlar bo'lgan. Videoda qo'yib ketaman. Ular hozir dalaga ko'kot yegani ketishgan, ham qochirgani berib yuborganmiz. Bular esa mana shu yerda. Bunimiz bo'g'oz bo'lgani uchun qolgan, unisi esa qo'raga yangi qo'shilgan qo'y. Hali bir hafta bo'lmadi. Ayoqda esa qo'shqorlarimiz bilan bitta novosimiz bor, hozir ularni ham ko'ramiz. Mana bu esa yemlanayotgan qo'shqorlarimiz. Narxi kelsa bularni ham sotamiz. 6,5 million so'rayapmiz bittasiga. Mana bu Prince laqabli qo'shqorim. Hech qanaqa liniya pina emas bu ham. Просто laqab qo'yib olganman. Mana yeyotgan yemi. Tepaga bug'doy. Arpa, jo'xori aralashmasi. Qurbonlik qilaman, yoki ukalarimiz uchun sotiladi, pastda nomeri bo'ladi yoki direkt yozsanglar bo'ladi bemalol. Bu esa novosimiz. 2 oy, 3 oylar bo'ldi kelganiga. Rezultatlari yaxshi, ko'z tegmasin inshaalloh. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar.